Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar hamda aziz aka-ukalar. Samarqand Kircha bozorini yem narxlari hamda bida, samon, prislar narxlari bilan biroz tanishtirishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Sizlarmi? Assalomu alaykum. Nech pul bo'lyapti ekan aka bular? Sotilaydigan 1,5 sotilyapti, 1,600,000 deyapti. 1,600,000 aytilyapti, 1,5 millionga berib yuboramiz, xudo xolasa. Yaxshi. Endi bu qovochaq aka, qovochaqda ichida chigiti bormi? Chigitliroq deyapti. Atak yaxshi. Apparatdan o'tganda toza. Apparatdan o'tgan toza deyapti. Zo'r. Nomerlaringizni berasizmi? 712 60. Nechilik kod? 99lik. 99lik 712 60 32. 60 32 raqamlariga bog'lanasizlar. Yaxshi. Savdosini bersin. Ikkovi ham bittada, ha? Kamaz kimdan sizdan? Zillar, ya'ni. Kamaz emas, zil desak ham to'g'ri kelar. Mana shunaqangi 1 zil. Deydi bu. Bular nech puldan beryapti? Bularni 3 million qilib beryapmiz. Bular 3 million so'mdan. O'shandan ikkita chiqadimi? Yo ziyod keladimi? Yo kam keladimi? Qanaqa endi? Ziyodroq ham keladi aka. Yaxshi. Endi labomida u nima edi u hozir changan, ha? 2 changan 1 zilga to'g'ri, 1 zilga to'g'ri keladi deyapti. 3 million so'm narx qo'yilyapti aka. 3 milliondan ham kelishtirib beramiz biror nima? Kelishtiramiz. Ayting, oxiri nech pul kelishtira olamiz? 2,800,000. Oxiri 2,800,000 qilib beramiz deyapti. Mana shu ikkita ko'rib turibsizlar, kamazlarimiz, ya'ni. Nomerlaringizni bersangiz? 94lik. 94lik 477 477 18 18 raqamlariga murojaat qilasizlar. Zo'r. Savdosini bersin. Xo'p, biz mana bu yerdan dalish ichkariga kiramiz va videoni dalish davom ettiramiz. Dalish davom etamiz. Nima ekan bu aka? Uzum nimasimi? Mayizni qolgan qutganlar, ha? Ko'rib turibsizlar, mayizni qolgan qutganlar. Buni aka asosan nimaga beriladi? Qo'ylarga beriladi deyapti, shira, ya'ni. U dar holatda. Aka nech pul bu? Nech puldan bu aka? Ha, videoga chiqarib yotmang aka, bizlarga kerak. Bizlarga qarindoshlar kerak. Qaysidan bundanmi? Kilogrammini eshitaylik bo'ldi bizga. Betongacha olib borsa bo'ladi. Bo'ldi, olaman. Kesh axin. Ay. Kilogrammini eshitaylik. Narxini. Kilogrammi 1,800. 1,800 so'mdan kiloga beryapti ekan. Bunisi-chi? 2,000 so'm. Bunisini 2,000 so'mdan deyapti. Yaxshi. Mayizlik. Zo'r. Aka arpami bu nima? Assalomu alaykum. O'zimizdan mesnimi yo qozoqmi? Har xil aralash o'zimizning mesni arpalardan. Mana. Nech pul bo'lyapti aka arpa? 3,800 so'mdan. Shu. Yaxshi. Savdosini bersin. Mana qaraylar. Mana shu arpalarimiz 3,800. Zo'r. Makka nech pul Makka? Makka nech pul ekan? Makka 4,800. 4,800. Nima kanalsiz? Ahmedov o'z kanali. Ahmedov o'z YouTube'dami? Aha, YouTube, Instagram. Bularchi? Bu Kattaqo'rg'on shiroti bu. Kattaqo'rg'on shiroti nech pul bu? Buni 5,000 deyapmiz, aviomga 4,800 dastavka qilib beramiz. Aviomga ko'proqqa. Buchi? Bu paraxa. Paraxa yem Paraxasi. Jizzaxga. Buni nech pul qilib beryapsiz? Buni 5,000 dastavka qilib bera olamiz. Oxiri 5,000 ga. Nomer qo'yaylik. 93lik 93lik 344 344 9985. 9985 raqamlarga bog'lanamiz. Yaxshi, savdosini bersin. Assalomu alaykum akalar. Yaxshimisizlar? Mesna aka o'zimizdan. Mana musor aralash nima 3800 danmi? Oxiri nech pul qilib bera olamiz? Bo'lish shu.
Bo'lish 3800. Qadrdonlar, nomer qo'yamizmi? Ayting. 33lik 328 91 raqamlariga murojaat qilasizlar. Yaxshi. Bu yoqqa bitta qaraylikchi. Bu yoqda nimalar bor ekan? Assalomu alaykum. Akalar, qiziqyapmiz bu nima ekan? Raps shirot, ha? Mana bu raps shiroti. Qayerdaki? Qozog'istonniki, ha? Necha pul bo'lyapti bu? 5,5 kilogramga. Yaxshi. Tarix. Tarixmi bu nima bu? Ha, bug'doy sechka. Bu necha pul berasizlar aka? A? Bu aka, buni necha pul berasiz? Bu sechka 4,000. Bu 4,000 so'm, yaxshi. Bug'doy yorma, makka yormalari bitta narxini eshitaylik. Bu yarma 3800 aka. Makka yanchilgan uni 4300 so'm. 4,300 so'm ha bular. Bunisi yo'q, bunisi 5000. Bu 5,000 mi? Ha, yanchilgan kattasida Bu kattaroq, ha? Bu-chi? bu 2,5 so'm dumcha. 3,5. Bu asosan nimaga berilyapti? To'y bilan molga sotamiz. Qo'y bilan molga. Mana bu nima aka? Bu soya shirot. Soya shiroti. Necha pul bu? Bu necha pul? 7,5. Bu 7,5. Yaxshi. Assalomu alaykum. Tarixmi mana bu aka? Ular necha? 5,5. Ha, 6,000 so'm, 5,5 so'm ekan. Yaxshi. Mana bu aralashmachi. aralashma taqlimiga o'rnatilgan 6,000 so'm xaltaga 5,000. Kilogram 6,000, xaltaga 5,000 dan beramiz deyapti. Bugundan Bundan gapiraylik. Bu dakan xorozlar uchun. Dakan xorozlar uchun, ha? 15,000. Aralashma. Oh. Ta nomer ayting. 97lik. 97lik 915 30 40 raqamlarga bog'lanasizlar. Zo'r. Savdosini bersin. Dal. Falon qaraqayim necha pul bo'ladi? 6,000. Bo'chi 3800. nima bu endi? Bug'doy. Ha, bug'doy unini nimasida? Sal qoraroq variant, ha? 3800 dan. Bug'doyni o'zichi 3700. Bular 3700 dan. Yaxshi. Bu yanchilgan, ha? Buni necha pul qilib beryapti? 3800. Buni ham 3800. Nomer qo'yamizmi? Nomer 93lik 93lik 999 999 7186. 7186 raqamlarga bog'lanamiz. Yaxshi. Arpa qiziquvchilari bo'layotgan bo'lsa, asosan qo'y boqayotganlar taalluqli. Arpa necha pul qilib beryapmiz akalar? 3800 so'm sotilishi, lekin arpa bor va shu semiz va shu zo'r arpa ekan lekin. Shaxsan menga bu arpa juda ham yoqdi. Nomer qo'yaylik shunga. Nomerlaringizni aytingiz. 99lik 777 79 84 raqamlariga bog'lanamiz. Yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Makka. Makka Nechi 5 puldan? million zo'ri. Bitta. Zo'r, ha? Ha, bitta qo'ldan o'tkazgan. Qo'lda o'tkazilgan, ha? Yaxshi, zo'r. Aparat emas. Apparat emas, qo'lda o'tkazilgan. Ha, eksa bo'ladi mana 2 oylik. Yuksa bo'ladi deyapti. Yaxshi. Nomer qo'yamizmi, shart emas? Shart emas. Savdosini bersin. Qadrli yurtdoshlar, biz ozroq qona pastga qarab yurib olamiz. Hop. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Necha pul bo'lyapti bular kadilar? 1000 so'mdan, ha? Donovoygami? Kilogami? Nimaga berilyapti aslida? Nimaga berilyapti? Molga berilyapti kadilar kilogram 1000 so'mdan. Yaxshi, savdosini bersin. Hop. Aeroport. Assalomu alaykum. Yem bozor.
Men yema ovqat yeyapman. Biz aeroportni ish bil. Narxini eshitib qo'ylik. Qo'yish kerak edi. Aeroportni ish bil bo'lyapti. 6800 dan aeroport. 6800 dan aeroportda tushdimi narx? Ahvol tushgan aka. Yaxshi. Yana ham kelishda beramiz degan. Bu Shirota qanaqa? Bu Shirot aka. Shirotni ish bil. 6200 dan. 6200 dan. Ya paraxa yemchi? Paraxalarimiz ham 6200 dan. Ular ham 6200. Yerga yuzlanaylik. Ideal korumlarimiz bu. Qanaqa? Ideal korumlar. Ideal korma bu. Qo'ylarniki, sigirlarniki. Aralash hammasidan bor aka. Buchi Vafli atxotlari ham bor, shokoladli vaflilar qara. shokoladli vafli atxot ha. Asosan qo'ylarga beriladi. 3800 to'g'ri to'g'ri. 3800 Yer so'mdan. atxotlarimiz bor keyin. Bu ham qo'ydiki. Qo'ylarga. Bu nima aralash? Yo faqat arpani Arpa, bug'doylar aralashgan narsa. aralashgan. Bu ham shunday. Buchi Bu raps shiroti bu. raps shiroti Aha. necha pul berilyapti? Ular 5,5 dan beriladi. Bu 5,5 ming. Buchi aka? Mana bu semichka shiroti. Semichka shirotami? Ha, semichka shirotlarimiz. Mana. Bu 3800 dan. 3800 dan ha. Yaxshi. Bo'ladi yuzlanaylik. Yormalarimiz o bug'doy. Bug'doyniki Makkaniki ha. 4200 4700 qilib beryapmiz. 4200 ga 4700 yaxshi. Beramiz aka. Yana ham kelishilayotgan joylari bor. Nomer qo'yamizmi? Ayting. 97lik 97lik 775 775 4009. 4009 raqamlarga bog'lanamiz. Yaxshi. Savdosini bersin. Qadrli yurtdoshlar, biz Samon Press va Beda Press, assalomu alaykum. Samon Press va Beda Presslarga yuzlanamiz. Udarlarimiz chiqar. Ahmedov Uz kanali. Albatta. Qani necha pul bo'lyapti? Beda Press, keyin Samon Presslar. Assalomu alaykum. Necha puldan ketyapti ekan? 36 Qadrli yurtdoshlar, Beda Press 36 ming so'mdan Samarqand Qircha bozorida. Mana. Hali bu to'lsa 37 bo'ladi. Chesti ikkinchi o'roqmi? Ikkinchi o'roq beradi. Razmer 70-80. 70-80 atrofidagi bedalarimiz yaxshi. Bir qator manshaqa boramiz, keyin dalish qaytamiz. Ikkinchi o'roq ha? Ikkinchi o'roq. Ha. Necha pul? 35 ming aka. 35 ming. 35 ming so'mdan. Qayerda? Zo'r, kelishtirib beramiz ha. Bitta nomer qo'yamizmi? Nomer shartmi? Bitta nomerni olaylik, keyin sizlarga aka nomer olamiz. Aytinglar. 99lik 201 77 97 raqamlarga bog'lanamiz. Keyingi akalarimizda mana shunaqangi sifatli bedalarimiz bor ekan. 35 dan deyapti. Buni yana ham o'tib beramiz, xudo xolisa. Yaxshi. Qayerda bedalar aka? Jizzax Zominniki. Jizzax Zominni bedalari deyapti. Ikkinchi o'roq zo'r holatda. Bu ham 70-80 atrofida, aka. 70-80. Shunaqa. Nomer ayting aka bunga. 99lik, 99lik, 95lik, hop 95lik, 247, 347 19 10 raqamlariga bog'lanamiz. Yaxshi, savdosini bersin. Keyingi bedalarimiz yuzlanadi. Bular necha puldan ekan? 36 ming so'm aka. 36 ming so'm. Ikkinchi o'roq. Bu yoqqa qarab o'tdi. Yaxshi. Aka, bu ham ikkinchi o'roqmi? Bular necha pul? Buni narxi necha pul? Narx. Bu ham 36 ha? 36 mingdan. Samon Press necha pul bo'lyapti ekan? 17 ming bo'lyapti. 17 ming. 17 ming Samon Pressimiz. Razmeri 80 ga 90. Yaxshi. Bitta nomer qo'yamizmi shunga? Dastavkasi bor. Samarqand bo'yli. 99lik 243 243 74 46 raqamlariga murojaat qilasizlar. Zo'r. Yaxshi. Buni ham narxi shunday aka? 17 dan 19 ming bu aka. Somon 19 mingga ko'tarilib ketdi, qadrli yurtdoshlar. Bu ham 90 sm, 80 sm atrofi. 80 yo'q. Yaxshi. 90 ga 1 metrlik deyapti. Yaxshi.
savdosini bersin. Bu tarafdagi videolarni so'rab surishtiraylik, balkim arzonroq bordir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nech pul ekan bular? 35 aka bo'ladigan joy. So'rab kelishtirib bir 200-300 ta olaman degan nech bilan qilib bera olamiz? Tugadi aka bu. Tugadimi? Pashti. Ha, tugadi. Mashina yonida turganga bizlar ko'p pahalimi deb o'ylabmiz-da. Yo'q, 35 dan tugadi aka. Ha, 35 lik tugadi. Yaxshi. Savdosini bersin. Balkim bu taraf arzondir. Akalar, assalomu alaykum. Necha ekan bu aka? 37 ming so'm aka, 36 ming so'm qilib beramiz aka. 36 ming so'm qilib beramiz. Ikkinchi o'roq qayerdaki? Zominmiki? Zominni bedasi, ha? Zominni bedasi. Yaxshi. Razmerlar. Razmer 70-80 aka, top toza, mayin beda, gullagan mayin. Top toza, mayin, gullagan beda. Yerga tashlasa aka barg to'gilib ketadigandan emasmi? Yo'q, balki kerak. Yaxshi, ha? Zakonni. Nomerlar qo'yamizmi? Qo'yamiz. Ayting. 94lik, 94lik 736, 736 77, 77 99 aka. 99 raqamlarga bog'lanamiz. Ahmedov o'z kanalidan telefon qilsanglar, akalarimiz kelishtirib beradi, xudo Kelishtirib xohlasa. beramiz. Yaxshi, savdosini bersin. Eminda. Bu taraflar narxlari ham xuddi shunaqa menimcha. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamaysiz? Yo'q, Ahmedov o'z kanali bizga ham ozroqgina vizitlar tushgan, chunki yemishlar chiqaring, sezon keldi. Ha. Yaxshi. Narxi ko'tarib ketibdi. Narx ko'tarilib ketibdi, lekin realni ko'tarilgan. Nech puldan bo'lyapti? 35 aka. 35 dan, ha? 28 dan Poliyadan olib keldim-da. Sizga nech puldan tushyapti endi? Shu narxdan olinyapti, ha, sizlardan. Yaxshi. 35-36 deb narx baho qo'yilyapti. Nasib bo'lsa shunda ham kelishtirib berilamiz, ya. Zo'r, savdosini bersin. Xo'p, keyingi bedalarimiz. Assalomu alaykum. Aka, yerga tashlasa bariga to'kilib ketadigandan emasmi? Yo'q. Yaxshimi sifati? Yaxshi zakon aka. Razmer Razmer 70-80 aka. 70-80. Agar puli sal yengilroq bo'lsa, razmer kaltasi ham bor, ha? Razmer kaltasi yo'q aka. Kaltasi yo'q. Hammasi 70-80. Nech pul qilib beryapsiz? 37 deyapsiz aka, 36 beryapmiz. 37 aytilyapti, 36 berilyapti, xudo xolasa. Nomer qo'yib yuboramiz, ha? 93lik aka. 93lik 934 934 30 96. 3096 raqamlariga bog'lanamiz. Yaxshi. Keyingi bedalarimiz qayerda kelgan? Savol. Zominlik aka. Jizzax Zomin bedalari. Birinchi o'roq, ikkinchi o'roq, Ikkinchi o'roq aka. ikkinchi o'roq ekan. Ko'rinish gullagan holatlarda yaxshi. Nech pul qilib beryapsiz buni? 36 qilib beryapmiz, ha? Kelishtirib 35 bera olamizmi? Kiloversa aka. Kelaversa, ha? Nomer qo'yamiz, ha? 94lik, 94lik 574, 574 297 2 90 raqamlariga bog'lanamiz. 97 aka. Ha, 2 97 ekan. Yaxshi. Alishizdanamiz. Somon nech pul bo'lyapti akalar? Sama 16 beryapmiz aka. 16 dan, ha? Dastavkasi bilanmi? Shu yaqin atrofga dastavka bo'lsa beramiz. Atroflarga dastavka bo'lsa beraveramiz, deyapti. Yaxshi, savdosini bersin. 37 ming? Buncha qimmat sizda? Metr, 1 metr bo'lyapti. Ya metr chiqmasa kerak. 90-80 da. 90-80 atrofida. Bu ko'tarilib ketyapti. Yaxshi. 36 dedi, bu yoqqa 37. Ha. Zo'r, savdosini bersin. Dal endi chiqamiz bozordan tashqariga qarab. Qadrli yurtdoshlar, nimagaki Somon nech pul bo'lyapti ekan akalar? Nima endi ko'tarilib ketyapti? Joy ko'tarilyapti, trama tugayapti. O'rimlar. O'rim tugayapti deysizmi o'zi? Bunday. Joyida nech pul olinyapti aka? Joy 10 gacha bo'lyapti aka. 10 gacha olinyapti. Endi kelish xarajat bilan o'zi 17 ga chiqib kelyapti, shundaymi? Shunday. Yaxshi. Bitta nomer qo'yaylik. Qadrli yurtdoshlar, borini aytayapti akalarimiz. Bunaqa yolg'on gapirmayapti. Yaxshi. Bitta nomer aytingchi. 99lik 99lik 513 513 89 10. 89 10 raqamlariga bog'lanamiz. Yaxshi. Savdosini bersin. Keyingi bedalarimiz. Necha razmer? 38. 35 dan ham beryapti-yu, unaqa demang.
34 dan beryapti. 34 dan ham beryapti. Sal kelishtirib aytaylik, 38 ming bo'lishi, ha? Dastavkasi ichida hamma joyga. Dastavkasi butun respublika bo'ylab. Samarqand. Yaxshi. Biz faqat Samarqanddan kuzatmaydi-da. Vodiydan ham kuzatadi. Toshkent kuzatadi. O'zal dastavkasi ichida deb qo'ysak to'g'ri kelaveradimi endi o'shalar? 38 ming so'mdan 37 oxir qilib beramiz deb dastavkasi butun O'zbekiston bo'ylab. Nomerlarni ayting. 94lik 747 76 70 raqamlariga bog'lanamiz. Yaxshi. Savdosini ko'rsin. Xo'p. Resbeda ko'payib ketgan, lekin narx baland, qadrli yurtdoshlar. Akalar hormaylar, yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Bedamiz yaxshi holatda qurigan, lekin gullari bilan turibdi, lekin yerga tashsa bariga ozroq to'kiladigan darajada turibdi. Narxi nech pul? 37 ming so'm. Nech razmerlar? 70-80. Qayerda beradasiz? Zomin Jizzaxdagi. Yaxshi. Savdosini bersin akalar. Telefon nomeri Ayting. Ba'zi birovlar shart emasam deb boryapti-da. Ya bizniki shart. Gap yo'q. Ayting nomer. 93lik 93lik 292 49 raqamlariga bog'lanamiz. Yaxshi videolarimiz. Zo'r. Salom pris. Assalomu alaykum. Ko'rinishidan 1 metr. Nech pul bo'lyapti aka? 15 dan ham berayotgan ekanda, o'rtadirda. Nimaga bu 18? Yo'q, u shatarati ham 1 metr dedi. 17 qilib beramiz. Oxiri. Qayerda berdi nima samonlar? Jizzax samon 17 qilib beramiz, ya. Nomer aytingchi. 94lik 176 4477 raqamlariga bog'lanamiz. Zo'r. Savdosini bersin. Assalomu alaykum. Qadrli yurtdoshlar, mana bu nima ekan-ey? Dag'al xashak. Egasi qani? Sizadanmi? Dag'al xashagimiz chiqqan, egasi yo'q, narxini qo'yib bera olmaymiz. Hammasini mana ichida gullarni ko'ryapsiz. Shundan bo'yin. Nech pul ekan xo'p shular? 36 ming beryapsiz. 36 dan, ha? Razmeri nechi? 70-80. Qayerdaki? Jizzax Zomin. Jizzax Zomindagi. Yerga tashlasa ichidagi bariga to'kilib ketmaydimi? To'kilmaydi, uni o'zida qoladi uni ichida. O'zida qoladi, ha? Yaxshi. Nomer qo'ya olamizmi? Nomer qo'ydik, nomerni ayting. 93lik 93lik 294 294 92 92 22. 22 raqamlariga bog'lanamiz. Narx-navo kelishi ahvolda. Kelishtirib beraveramizmi? Holatiga qarab. Yaxshi. Yaxshi, bu yerdan chiqamiz endi. Boy akam savdo qilyapti. 32 dan savdo so'rayapti. Yaxshi. Berishmayapti. Yem nech pul bo'lyapti, amak? Yemlar. Yangi. Ha, yanganikimi? Yanga qochdi videodan. Хорошо. Qadrli yurtdoshlar, Ahmedobuz kanalida beda prislar va hamda yem narxlarini sizlarga tanishtirib o'tdik. Ahmedobuz kanalidan uzoqlashmanglar va bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Bizda o'darlari va zo'rlari har doimgidek. Borini boricha chiqaramiz. Zo'rlari faqat bizda. Ahmedobuz kanalidan uzoqlashmanglar. Samarqand viloyat Qircha bozoridan sizlarga chiqadi. Aka, nech pul bo'lyapti ekan senach? Senach narxini o'tda sizlarga yoritib beramiz. Assalomu alaykum. Ketdilaringizmi? Davrlarimiz keldi ekan. Assalomu alaykum. Qadrli yurtdoshlar, biz mana Qircha bozoriga kirmoqchi edik. Mana bu yerda 1 zil olmani mesrovkadan chiqarilgan holatdagisi turibdi ekan. Hozir tepaga chiqib sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz. 1100 so'mdan kilogramini aytayapti. Qani? Qanaqa holatlarda?
qo'limiz bilan ushlab bir his qilib bir ko'rsatishga harakat qilamiz. Вот именно. Qadrdonlar mana ko'rib turibsizlar. Mana olma meserovkadan chiqilgan holat. Endi asosan nimalarga ishlatiladi, asosni bilmaymiz. Hozir egasidan aniqroq ma'lumot olamiz yana. Aka, asosan nimalarga berilyapti bu? Qo'y mol. Qo'y molga bersa bo'ladi. Nimaga lekin uzunlikini molga bo'lmaydi. Uzunlikini molga bo'lmaydi. Nomer berasizmi? Aytingchi. 91lik 546 80 50 raqamlariga bog'lanadi. Zilda raqam bor ekanda. Kamroq kerak bo'lsa 700. Yaxshi, savdosini bersin. Qadrli yurtdoshlar, ozmi ko'pmi sizlarga yem va shirotlarni hamda beda press, salon press narxlarini chiqarib bordik. Ahmedov o'z kanalidan uzoqlashmanglar. Xudo xolasa bundan-da zo'rlari faqat bizda bo'ladi. Udarlari